Assalomu alaykum akalar. Mes Euro 5, Euro 3, Euro 2 meslar bo'ladi-yu. Umuman olganda va abraz mashinalar. Bular va abrazda ko'rdingizmi? Buni kiladishi umuman aynalib ketmaydi. Aynalib ketganlarki faqatgina yog'i chataq bo'ladi yoki to'g'ri minmasligidan bo'ladi. Mes kilash aynalib ketsa. Sababi buni valiga kiladishiga kuch kelmaydi. Sabab ikki tomonlama ishlatdi. Valga kiladishga kuch kelmaydi. O'shaning uchun buni kiladishini ancha-munchaga otsa ham soppa-soz chiqadi. Kecha 2 million mashina ijrosiga soppa-soz chiqdi. Videoga olishingizdan chiqib qolgan ekan. Akalar Mersni Euro 5, Euro 4, Euro 3larini kiladishini oshirmay qo'yasizlar 2 million, 3 million bo'lguncha. Sabab va abrazli hisobiga qancha bo'lsa yuraveradi. Lekin Euro 6lar almashtirish kerak. Ular to'g'ri motor bo'ladi, valga kuch keladi. Va abraz mashinalarga tegishli. Ya'ni Skynalarda ham yangilari 8 silindrli va abraz motorlar. Ularda ham 2 million, 3 milliondan ochaverasizlar kiladishini, lekin o'shanda ham ketib qolmagan bo'ladi. Merchilar ko'ngilni to'q qilib yuraverasizlar. Euro 5, Euro 4, Euro 3 minayotganlar. Faqatgina yog' chataq bo'lsa, chataq minib qo'ysalaringina aynalib ketadi xolos buni kiladishi. O'zi ancha-munchaga bu mashinani motori ish ham ko'rsatavermaydi Euro 5 ga. Buni bilganlar biladi. Sog' bo'linglar.